kim edi u? Hozir chiqyapman. Muncha Tabrik Jo'ra, tug'ilgan kuning bilan bugun sening kuning. Tabrik, tug'ilgan kuning. Bo'pti Jo'ra, bugun kechga kelamiz Jo'ra, o'ynaymiz, o'yin-kulgi qilamiz. Bo'pti. Dada so'ray. Dada. To'g'ri qildim, astag'firulloh. Yo. Menman dada, men. Ana, tug'ilgan kunim ekan bugun. Yuring bozorga chiqib kelaylik. Yangi yildan qolgan narsalar bor, shular bilan o'tkazaveramiz. Dada, hozir aprel. Yuring, bositaman. Yuring. Qayerda tutun chiqsa shaqqa kelib olasiz, amma. Qarang biz nimalar oldik. Amma qarang nimalar oldik tug'ilgan kunimga. Bugun jo'ralam keladi, menga sovg'alar olib keladi. Sovg'a deganda senga sovg'a oldim. Ma, ol. Rahmat. Ha, kiyib ko'rchi? Hozirmi? Ha, hozir. Sal katta emasmi? Ha, keyingi yil ham kiyasan. Jo'ralam keldi, sovg'a olib keldi. Eshik bu yoqda. Yaxshi, assalomu alaykum. Sovg'a. Shermatli o'g'li. Jonibek. Sovg'a ber. Sovg'a yo'qki, shuncha bozorchilik qiluvdik. Dada, biza pastmas-ku, sovg'a kerak emas, shu sovg'a. O'zing bilasan. Pastlar nima olib kelmaydi sovg'a? 2015 lar yig'ish, bandasiga emas. Jiyan, sovg'am yoqdimi? Ha, yoqdi. Nima tashab ketding agar ma kiyib? Jinnivoy, yamonga qani diskoteka qilamiz. Jiyan, sovg'am rostdan yoqdimi? Qaytarib beraymi, amma? Qani. Men tug'ilgan kun. Hozir o'rtog'inglarni 3 gacha sanab tabriklaymiz. 1, 2, 3. Ertalar menga shunaqa qildilar-ku. Nima xato qildim?